Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar, motoblog ishqibozlari. Yana men Temur Arqbuloq bozoridan video olishda davom etmoqdaman. Aziz do'stlar, bugun sizlarga 170F benzinli remontli motoblogimiz video obzorini qilamiz. Aziz do'stlar, videomiz foydali bo'ladigan bo'lsa, like va podpiska bosib, do'stlarga tarqatib qo'yishni unutmang. Oldindan rahmat. Mana aziz do'stlar, remontli 170 benzinli motoblogimiz. Mana birkasini ham ko'rishingiz mumkin. Bu Opel. Amerikanskiy stilda ishlab chiqarilgan remontli variant. Buni o'tgan safar videolarimda ham aytganman, stoperi bor. Yosh bolalar teginsa ham yurib ketmaydi. Avtomat korobka bo'ladi. Mana ikkita oldiga, bir ikki skorsi bor и холостой и задний mama. Bunda ham xuddi shundoq. Buni yaxshi tarafi kultivatsiya qilayotganinglarda azizlar, aroda oxiriga borganinglarda oldi baloni bilan qaylab olsanglar bo'ladi, qiynalmaysizlar. Ayollar ham, yosh katta dodalar ham ishlatsa bo'ladi buni. Yengil, ixchamgina qilib ishlab chiqarilgan. Juda qulay va sifatli. Ikkalasida ham barabanlari bor yonida, tarelkali. Mana ko'rishingiz mumkin azizlar. Hattoki mana motoriga ham yozib qo'yilgan 100F. Juda sifatli mo. Kimga qancha kerak bo'ladigan bo'lsa, like va podpiskani bosib, ekrandagi nomerlarga telefon qilib so'rashingiz mumkin azizlar.